Sherikchilikdagi ziyonni kim qanchalik tortadi? Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Men 2016-yili 5-oyda bir do'stim bilan sheriklashib do'kon ochgan. Do'stim $53,360, men $14,500, jami $67,860 mablag' solgan. Do'stim bu yerda bo'lmaganligi uchun do'konni men ochadigan, foyda ziyonning 3dan 2si menga, 3dan 1 do'stimga bo'ladiganiga putishgan. Do'konni ochib 5 oydan keyin azroq ish bilan do'stimga deb qo'yib, do'konni akam ochib turadigan bo'lib, chet elga chiqib, 3 oydan keyin qaytib kelib do'konni o'zim ochdim. Keyin tijoratda ziyon chiqib, do'konni taqib etdik. Chiqqan ziyonni deyishganimiz bo'yicha men 3dan 2sini to'laydigan, do'stim 3dan 1ini to'laydigan bo'lib ayrishdik. Do'stimning eshib qolgan ortiq pulisi menda qarz qoldi. Deyishganimiz bo'yicha bu ziyonni ikkimiz orasida yuqorida deyilgandek ayirdik. Bu ayrışımız şəriətə uyğun babdımı? Əgər şəriətə uyğun bolmagan bolsa, toğrusunu deb bərsizlər. Allah razı bolsun. Cavab. Və aleyküm əssalam və rahmetullahi və barakatuhu. Barlıq hamd sanalar Cənab-ı Allahqa bolsun. Durud və salamlar Peyğəmbərimizə, o zatның ali təvabatlarına, əshablarına və o zatqa taki qiyamətkiçə əgəşkənlərə bolsun. Bir tərəf pul, yana bir tərəf pul və küç çıxarğan. Bu şerikchilikni ikki taraf pul va tang kuch chiqaradigan sherikchilik turiga kirgizsakmi, foyda chiqsa ikki taraf putishgan bo'yicha, ziyon chiqsa salgan sarmoya bo'yicha bir taraf qilinadi. Buningda barliq olimlar birdek qarashda. Imom Ibn Qudama aytganki, sherikchilikdan kelib chiqqan ziyonni har bir sherik salgan sarmoya miqdori bo'yicha tortadi. Agar ikki sherikning salgan sarmoyalarining miqdori tang-tang bo'lsa, ziyonni ikkalan tang-tang tortadi. İki ülüşü bir taraftan, bir ülüşü bir taraftan bolsa, ziyannımı şu ülüş boyunca tartıdı. Bunun da alimler o'rtasida boshqacha qarash barligini bilmaymiz. İmam Abu Hanifa, Şafii ve başqalar shundoq qaraydi. İmam İbn Abidin ziyanni salgan sarmoya miqdoridan farqli shart qilishining inovatsizligida ko'z qarash o'xshashmasligi yo'q degan. Texmo inchiklab qaraydigan bo'lsak, suoldagi sherikchilik bir taraf pul chiqarib, bir taraf kuch chiqaradigan pul kuch sherikchiligi muzoraba doirasiga kiradi. Chunki do'kon ochquchi o'zining $14,500 pulini mablag' solib kuch chiqarmagan sherikdan olgan $53,360 ga qatib tijorat qilgan va umum foyda ziyonning ikki ulushini o'zi oladiganiga, bir ulushini sheriki oladiganiga kelishgan. Endi bu kelishim shartlarini shariatdagi pul kuch sherikchiligi shartlariga tatbiqlaganimizda bu kelishimning foydani o'lishishdagi qismi shariatga uyg'un, ziyonni o'lishishga kelishgan qismi shariatga xilof va inovatsiz chiqadi. Chunki bu turli sherikchilikda foyda ikki taraf kelishgan bo'yicha bo'ladi, ammo ziyon faqat pul egasiga bo'ladi. Ziyonning bir qismini kuch egasi tortadi deb shart qilib, kelishim tuzgan pul kuch sherikchiligi barliq islom ummatining ijmosiga zid bo'lganligi uchun to'g'ri bo'lmaydi. Demak, kuch chiqarg'uvchi $14,500 ning ziyonini tortadi. Herkesmi $53,360 ga aloqador ziyonning bir qismini tortmaydi. Buningga asosan mazkur savolda bayon qilingan sherikchilik ahvolida ziyonni har bir sherikning solgan mablag' prosentidan oz yoki ko'p tortish haqidagi burunqi shart inovatsiz bo'lib, ziyon har bir sherik solgan sarmoyaning prosenti bo'yicha bo'ladi. Ya'ni do'kon ochquchi o'zining $14,500 ning ziyonini, mablag' solib kuch chiqarmagan sherik $53,360 ning ziyonini tortadi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 3-tom.